Ultimate sizlar bilan Insu va bugungi videoda sizlar bilan back to school bo'lishi mumkin bo'lgan video hozir o'zim ham bilmayman, back to school bo'lishi mumkin, shunga ketdik. Hozir bozorga kelganmiz, Yashil dunyo dehqon bozoriga va uyga kerakli bo'lgan produktlarni olyapmiz. Hozir Yashil dunyodan chiqdik, endi uyga boryapmiz. Hozir maktabga forma ko'rgani ketyapmiz. Sizlar da bo'lyapti. O'sha tepaga o'shaning Nechni ekan ana? Bu yerda maktab formalari to'lib turibdi. Narigi qator edi. Kofta 2'ye hozir bozordan chiqdik. Ikkiga shoshilyapmiz. Ayam bilan bo'lindik chunki non olishimiz kerak. Keyin bu tarafga oyoq kiyim berib kelgan edik. To'g'irlatishga. O'sha esdan chiqib qolishni sal qoldi, shunga ikki tarafga bo'lindik hozir. Sizlarga uyga borib obzor qilaman. Avtobus kutyapmiz. Endi sizlar bilan raspakovka qilamiz qaytadan olgan narsalarimizni. Bu soch uchun aksessuarlarim. Oy. Apada qoldim. Hali ko'p narsa olmadim. Oyoq kiyimni keyingi safar olaman. Lekin uni maktabda birinchi kuni vlogiga qo'yaman, chunki alohida oyoq kiyimda videoga olib ko'rsataman. Nimasi ham bor ekan. Nimasi? Yaxshi. Вот такой. Korsetniroq turadi, но korseti yo'q. O'zim shuni xohladim. Korset olgim kelmadi. Bu yil korset moda bo'lgan bo'lsa ham вообще yo'qmadi korset. Shunaqangi to'g'ri bo'lib turadi. Asalcha figura qilib turadi. И keyin o'sha asalcha figura qilib turadigan yubka ham bor. Baliqchalik bu yil modaga chiqibdi. Maktab bilaman 80% shundan kiyadi hali. Balki 90dir. Degan qaraylik. Sizlarga kiyib ko'rsataman. Давайте просто nima qilamiz?
iliq. Xullas, mana shunaqangi obrazda bu Pinterestdan olganda. Xullas, bugungi vlogim tugadi. Nu qisqa bo'ldi. Nu sizga yoqdi degan umiddaman. Obrazimni 10 dan baholanglarchi, necha qo'yardinglar? Kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like, podpiska albatta kutaman. Sizlar bilan insu bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.